İkinci bölüm 17. kısım. Soğuk bilezük. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar grup tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bilezük namlıq eserini anlatışını başlayımız. Şunun bilen kaçak alaq qılıp bakan bolsaqmı, ularning köpüntisi baralmaydiganligini aytdi. Başka bir kaçak bilen alaq qılsaq o, avval pul sal, andan men qilaman degan xabarni beribdi. Şunun bilen məslihət qilib $1000 pul saldı. O qaçaq pulni algandan keyin aloqani uzitib turib oldi. Şunun bilen bu $1000 pul quduqqa tushib ketdi. Yana bir izlanib baqili dedi. Andan başka bir qaçaq men avval baray, andan ahvoliga qarab qilaman. Bo'lmasa mashina bo'lsin to'g'rilab beraman degan bo'lsa-mu, qarindoshlarning ko'pinchisining fikri oldingi qitim bizni qaçaq oldi de, yana gollaydi. Qaçaq saqlamaydi degan fikrni berdi. Biz şunun bilen yana məslihət qildik. Qandaq qilamiz? Aramızdan ba'zilari qaçaq saqlaydi. Biz sirtning ahvolini bilmaymiz. Undaq bo'lgandan qaçaq bilan aloqa qilib chiqayli deyishdi. Ba'zilari yo'q, qaçaq saqlamayli. Hem ayning oxiri bo'lib qoldi degan gaplar bilan ikki fikr o'ttirg'i chiqdi. Biz shunda qilib bir qancha kunni o'tkazib, sirt harbiylarning qaytib ketganligini bilib, qaçaq saqlamay chiqsaq degan fikr bilan qaçaq kutib turmay ketishni qaror qildik. İstixara silib ko'rishga ati chiqimizmi? Yo'q degan to'g'risida qaror qilib yotdik. Atisi istixara shundoq ochiq tushibdiki, men bir qancha birodarlarning tushib bugun chiqmaslik to'g'risida. Lekin birodarlarning ba'zisining fikri borligi plan ishlarini ta'tirga ilib boradigan gapni qildi. Yana biri men bugun qachiman, saqchining oldidan bo'lsinmi yoki pastga tushgani bo'lsinmi dedi. Shuning bilan plan buzilib ketmaslik uchun qochadigan bo'ldik. Hamda biz 10 odam hammamiz birga mansaq boshqalar tezda bayqab qilishi mumkin. Shunga 2-3 guruh bo'lib qochaylik dedik. Oxiri masiyat 2 guruh bo'lishqa kimning qaysi guruhida ekanligi to'g'risida 10 odam 5 dan 2 guruh bo'ldik. Shunda qilib qaror tutib, bugun kech bo'lib ketgachga yana bir kun keyniga surdik. Biz saqchiq bir oz narsa buyurtdik. Xorma, qahva, plastik, daka, kamput qatorliq narsalarni bu narsalarni qechib sirtga chiqqan yeymiz deb plan qilgan. Bundan başka biz qechiq plan qilgan vaqtdan boshlab ba'zi birodarlar nihoyat epchil so'mka tikib, qochqanda bir narsalarni qochilab mangamiz degan u so'mkalarga narsa keraklarni qochilab tayyor bo'ldik. Endi biz bugun qechish uchun kech soat 12 atrofida ish boshlab uyiga chiqib arg'amchi chegib bo'lguncha vaqt kech soat 2 atrofi bo'lib qoldi. Shunga o ikki birodar arg'amchini chegib tayyor qilib yinib tushdi va yana ochgan yerni itib joyiga ekilib qo'yib, bugun ham aram oldik. Biz sirtga chiqqandan keyin taxminan 10 kilometr yiroqlikda cho'ng bir o'rmonlik bor edi. Biz bu o'rinlarni saqchiga pul soldirish jarayonida saqchining telefonda oz vaqt ichida xarid orqali ko'rib olgan edik. Bugun biz chiqolmagandan keyin yandagi boshqa davlatning odamlarini chaqirib, ularga bir odamga 2-3 tal atrofida qahva berib, ularni bugun uxlag'il qo'ymasak, kunduzi ular sirtda ishlagandan keyin ati ular baldur uxlab qolsa bizning qechib chiqishimiz oson bo'lishi va ularning sezib qolmaslik uchun edi. Rost degandek atiga chiqimiz deb tayyor qilgan so'mka, oyoq bir narsalarni o'birniga akirib qo'ygan edik. Shunda qilsak saqchilarning kamerada ko'rib gumon qilmaslik uchun edi. Shunda qilib ishlar bizning plan bo'yicha mengab bugun kech chiqimiz deb tayyorlik qildik. O'ylaganimizdek oldingi kech biz qahva berib uxlamagan kishilar bugun baldur yetib uxlab qolgan edi. Biz bugun soatning 1 bo'lishini kutib, og'ich oz-so'l uxlab aram elib tayyor bo'ldik. Vaqt to'shgan chaqda oldin qitim chiqadigan chaqda biz chek tashlab, kimning keynidan chiqishni qaror qilib bo'lgan bo'lib, bugun shu tartib bo'yicha ish elib bordik. Shunda qilib bugun kech soat 1 atrofida chiqishni boshladik. O'g'ziga birdan chiqib pastga tushib bo'lib, ondan yana birimiz chiqib tushib, Qorotam tarafga mengishni saqlab turdik. Men 4-chi bo'lib tushibdiman. Shu Qorotam tarafga mengish jarayonida bir sim to'siq bo'lib, bu sim tikanlik sim yo'gimi holatda qo'yilganligi uchun birimiz qayrib tartib turib, yana birimiz o'tib degandek, qoro to'yga berib, tomdan ortilib ustiga chiqib ketganlarni birdan tushirib, ondan pastga tushdik. 10 odam hammamiz qoro tom to'yga jam bo'lib, asli plan bo'yicha mengish oldi tursak, bir mashina emirgishin oldidagi yo'ldan kelib to'xtab, 3-4 minut o'tganda ketib qoldi. Ondan biz oldimizdagi boqqa o'xshab ketilgan yerga kirib, taxminan 500 metr manganda pakartam bilan qo'rshalgan darvoza bor yerda ekanligimizni bilib,
Qorodun artilib, cho'ng yo'lga chiqib, andin o'rmonlik tarafga yo'l ilib to'xtamasdan yugurib mengayotdik. Bir taksi mashina bizning oldimizdagi yo'lga keldi. Biz darhol yo'lning qirg'oqlari va daraxtning daldisida o'zimizni ilib mukib oldik. Mashina o'tib ketgandan keyin yana mengab bir eski uy bariyeri kelgan chig'imizda yana bir mashina keldi. Biz yana mukib oldik. Lekin bu mashina biz bariyerning yeni to'xtab, xili uzun turib, andin ketib qoldi. Bu mashina tok idorasining mashinasi ekan. Shu yerdagi tokni o'ngshig'il kelgan chig'i dal shu vaqtda yomg'ir yig'ib to'xtagan bo'lib, yo'l bek patqoq, biz yo'l bilmagach udul kelgancha mengab nishon qarab ketib boratdik. Bir eski barangliq va o'tchup bariyer bilan xili mengab bir kichik yo'lga chiqib qoldik. Bu yo'lning bir tarafida odamning puti barobarida qo'rotan bo'lib, hammamiz shu yo'lga chiqib qaysi tarafga mengish degan gap bilan to'xtab turishimizga taxminan 3-4 kit yugurishib keldi. Biz bak qo'rqqan bo'lsak kerak, darhol qo'rotamga yomishib chiqib, keyni tarafga tushdik. Hammaydan tushib bo'lganda yana oldimiz qarab mangdik. Biz shu mang'ancha goh yiqilib, goh tiyilib, kechak ho'l, patqoq holatda poyezd yo'liga yetib keldik. Poyezd yo'lining yonida bir kichik o'rmonlik bor bo'lib, bu heliqi vaqtda soqchining telefonda ko'rib olgan kichik o'rmonlik ekan. Shunda qilib biz mush yerga taxminan 2 soat atrofida yo'l yurib andin keldik. Uzun yo'l yurib, xili obdan herib charchagan bo'lsaqmi, bizdagi harg'inlikni qayrib qo'yib maslahat qildik. Maslahat tang yo'rg'ichi yo'l yurib, andin poyezd yo'lini bo'ylab shahardan kezib o'tish yoki o'rmonlikqa kirib mukinib turib 2-3 kun o'tkazib andin yo'l yurish degan fikrda bo'ldi. Oxir o'rmonlikqa kirishga shu yerda ma'lum vaqt yo'shirinib turishga birlikka keldik va o'rmonlikqa kirishga mangdik. Bu qorong'uda o'rmonlik bek kichik bo'lmasa kerak deb o'ylab, bu o'rmonlikni taxminan 1,5 soat aylandik. Aylangandan hili o tarafga, hili bu tarafga mangdik. Mengab oxir bir qo'yiq yerga kirib, bir yerda mukinib o'ltirdik. Bir oz vaqtdan keyin bomdod namozini o'ltirib o'qidik. Namoz o'qib bo'lib, oramizdagi bir ahli ilm birodarining boshchiligida duo qildik. Taxminan 2 soatdan keyin atrofimizda har xil ovozlar, mashinaning ovozi, motorning ovozi va kishilarning ovozi anglanishga boshladi. Biz bu o'rinda toki peshin namoziga qadar turdik. Bizning buningdan boshqa amalimiz yo'q edi. Bu qitimliq anlatishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anlatishimizni ko'rishgacha Allohga omonat.